Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga manzarani zo'rini topib qo'yganman, bitta ko'rsating. Obunachilar bu haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Do'stlar, bu saddaqayrog'li daraxtimiz bo'ladi. Buni balandligi 27 metr, giraylari 30 metrni tashkil qiladi. Buni tagiga tangadek quyosh tushmaydi do'stlar, ko'rsatinglar atrofida. Tashqari 35 gradus bo'lib yotibdi, buni ostida xolodilnik yo'q mana. Hayronlar ichida o'tirishibdi akalarimiz. Do'stlar, bu videoni olishdan maqsad mana ko'chatlarni yetishtirib qo'yganmiz. Bo'ylarini 2 metr formaga berib, stvorlar tesha sopida. Do'stlar, buni choyxona, restoran, sayyohlarga ekkani juda zo'r daraxt, salqini devor bo'ladi. Cho'l zona, yer tanlamaydi, short, tuproq, zak. Mana ko'rsating, barcha standart holatda. Bulardan 4 mingta yaqin bor bizda, dehqonchilik barchasi. Kelib ko'rib olishdan mumkin. Pastdan nomerlar qo'yib qo'yamiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud bizda. Bu videoni yaqinlaringizga maksimal darajada jo'natib qo'ying. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.